Ostonamni xatlab kirolmaydi g'am. Ko'nglimni yengolmas alamlar turli. Siz bor, ko'zlarimni yo'qlamaydi nam. Dada, yoningizda bo'lmoq huzurli. Oqlarga almashib sochingiz rangi sizni charchatibdi yillarning jangi. Hikmatlar olaman yangidan yangi. Dada, yoningizda bo'lmoq huzurli. Borsizki yurmayman hech nedan cho'chib, yashayman omadni erkalab quchib. Halovat istasam boraman uchib. Dadajon, yoningizda bo'lmoq huzurli. Alo. Alo. Assalomu alaykum. Alaykum. Abdusamad otajonimiz bilan bog'landikmi? Ha, men. Yaxshimisiz Abdusamad otajon? Salomatmisiz? Bezovta qilib qo'ymadikmi sizni? Bugungi shukronalik kuningiz, tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Dunyo turguncha turing, nimaki orzularingiz bo'lsa, go'zal maqsadlaringiz bo'lsa, barchasi amalga oshsin. Yoshingizga yosh, umringizga umr qo'shilsin. Eng chiroyli bo'lgan kunlarning qiroli bo'lib yuring otajonim deya qilardi sizni ayta olmagan dil izhorlarim loyihasining sevimli boshlovchisi Zinat O'ktamovna to'g'ridan to'g'ri jonli qo'ng'iroq qilib, go'zal xonadoningiz tomon mehmon bo'lib turibmiz. Bizning mehribonlarim loyihasiga siz uchun ajoyib bo'lgan tug'ilgan kun tabriknomasi kelib tushgan. Nima deb o'ylaysiz otajon? Ushbu dilnomalarni qaysi yaqin insoningiz yo'llagan bo'lishlari mumkin? Taxmin qilib ko'rasizmi? Kimdan ko'proq kutgan bo'lardingiz otajon? Taxmin qilib ko'rasizmi? Ovozingiz kelmayapti, past kelyapti otajon. Chiroyli taxminlar bo'ldi. Yana kim bo'lishi mumkin? Labbay otajon? Barcha qadrdonlar nomidan farzandlaringiz Oltinoy xonapajonimiz, Zebiniso xonapajonimiz, Bobomurod akajonimiz, Dilafroz xonapajonimiz, Fotimaxon, Zuhraxon, Yusufbek akajonlarimiz, mehribon bo'lgan opajonlarimiz, nabirajonlaringiz Jasminaxon, Gavharoyxon, Humoyunjon, Marjonaxon, Maftunaxon, Layloxon, Zahroxon, Muhammadjon, Firdavsjon, Yodgorbek, Mustafa, Shohjahon, Abdullohjon, Imonaxon, Asilaxon, Hurriyatxon hamda Abdulazizjon, Nodiraxon, Shabonaxon, opajonlaringiz Rushonayxon opajonimiz, Shafoxatxon opajonimiz, jiyanlaringiz Yulduzxon opajonimiz, Quvonchbek, Nodir hamda Otamurod akajonimiz, Sayfiddinjon, Shahzodjon, Ozodjonlar hamda barcha yaqinlar nomidan kelinlaringiz Olmaxon, Shohnona oylar, Sadoqatxon opajonlarimiz nomidan ushbu dilnomalarni umr yo'ldoshingiz, mehriboningiz Zamiraxon onajonimiz nomlaridan o'g'lingiz bor ekan. Sizni juda ham yaxshi ko'rguvchi, har daqiqada eng chiroyli kunlarni sizga ravo ko'rguvchi o'g'lingiz, mehriboningiz nomidan ajoyib bo'lgan tug'ilgan kun tabriknomasi kelib tushgan. Doimo chiroyli kunlarni sizga ravo ko'rgan mehriboningiz, har doim mana shunday go'zal kunlarni sizga ravo ko'rgan, eng chiroyli bo'lgan dilnomalarni Mehrdaryo bo'lgan, har doim eng chiroyli kunlarni sizga ravo ko'rguvchi yaqinlar nomidan mehribon nabirajoningiz Yodgorbekjon yo'llab qolganlar. Qimmatli yaqinlaringizni bizga arg'umon aylasangiz, nabirajonlaringiz nomidan kelgan, Yodgorbek nomidan kelgan chiroyli dilnomani o'qib eshittirsak bo'ladimi otajon? Alo. O'qib eshittiramiz nevarjoningizdan kelgan dilnomalarni. Assalomu alaykum. Yuzlaridan nur bo'lgan, qalbi ummoni bo'lgan, yaxshilar qatorida bo'lgan, bizlarga chiroyli tarbiya bergan mehribonim otajonim. Shukrki yaratgan Allohim sizday mehribon, qalbi pok bo'lgan, Allohimni taniguvchi bo'lgan insonni bizga otajonim qilib berdi. Borligi tuhfa bo'lgan, yiqilishimizga sira ham yo'l qo'ymagan, doimo madadkor bo'lgan, har ishda bizga o'rnak bo'lgan mehribonim. Sizni Allohim uchun yaxshi ko'raman. Kimgadir oshkora
kimgadir pinhona qilgan yaxshiliklaringiz uchun Robbim ikki dunyo saodati bilan siylasin. Mehribonim otajonim, doimo hozirgidek bizga bosh bo'lib yuring. Nabirajonlar huzurida bo'ling. Chevarlarni sevishlik mening mehribonimga nasib ro'z aylasin. Doimo bizga nasihat qilgan, go'zal nasihatlarini bizdan ayamagan otajonim, siz dunyodagi eng mehribon, qalbi pok bo'lgan insonimisiz. Nimaki orzularingiz bo'lsa barchasi ro'yobga chiqsin. Inshaalloh qadamlaringiz Ka'batulloh, Baytullohga qayta yetsin. Ishoning, biz sizdan faxrlanamiz, doimo g'ururlanamiz. Sizdek mehribon otajonimiz borligidan har doim xursandmiz. Boringizga shukrlar bo'lsin. Shukronalik kuningizda eng chiroyli tilaklarni sizga bildirib qolaman, chunki siz dunyodagi eng mehribon otasiz. Aytmasam-da iymani bir bor. Mehrim qalbda saqlab yuraman. Endi aytay, eshiting ming bor. Otajonim, sizni yaxshi ko'raman. Sizga aytar gaplarim bisyor va she'rimda ayladim izhor. Qayta aytang takror. Otajonim, sizni yaxshi ko'raman. Suyanganim taxtim o'zingiz, ishonganim baxtim o'zingiz, suyanganim maxtim o'zingiz. Otajonim, sizni yaxshi ko'raman deya sizni juda ham yaxshi ko'rguvchi mehribonlar nomidan kelgan ajoyib dil so'zlarni o'qib eshitdik. Sizning ham mehriboningizga dil so'zlaringiz bo'lsa, go'zal tilaklardan so'ng marhamat yo'llashingiz mumkin. Nabirajoningizga nasihatli so'zlaringiz bo'lsa, otajon, marhamat. Otajonim, ovozingiz juda ham past kelyapti. Telefonga yaqinroq gapirasizmi? Albatta, otajon, boringizga shukrlar bo'lsin. Har doim albatta. Ilohim. To'ylarni ko'rishni Ilohim otajon, boringizga shukrlar bo'lsin. Shunday mehribon, qalbi pok bo'lgan farzandlarni voyaga yetkazib, har doim eng chiroyli kunlarni ravo ko'rgan farzandlaringizga mehribon otajonim, doimo dunyodagi eng go'zal kunlarni sizga tilab qolamiz. Yana bir bor tavallud kuningiz muborak bo'lsin. Inshaalloh mehribonlaringiz aytganlaridek haj safarlariga qayta borishlik, chiroyli duolar qilishlik sizga nasib ro'z aylasin. Salomat bo'ling. Ularga ham rahmat. Sizlarga ishlaringizga rivoj. Hamma elimizni, yurtimizni xizmatida hurmat qilishlik, xushchilikda, kayfiyatlarda yetkazib ishlaringizga tilakdoshman. Ilohim, boringizga shukrlar bo'lsin. Otajon, doim ham shunday go'zal kunlarni tabriklarni bilmagan edim. Albatta. Otajon. Boringizga shukrlar. Shu yoshlarni kutgan edim, shu kechagi chiqishlarni. Albatta otajon, chiroyli samimiy sifat uchun alohida tashakkurlar bo'lsin. Doimo farzandlarini baxti kamolini o'ylagan, doimo ularga yaxshisi bo'lsin degan otajonim, Robbim ikki dunyo saodati bilan, yaxshi kunlari bilan siylasin. Sizdagi sofdillik, beg'uborlik har doim siz bilan birga bo'lsin. Yoshingizga yosh, umringizga umr qo'shilsin. Inshaalloh otajon, 100 yoshga kirganingizda ham jonli qo'ng'iroqlar qilish menga ham nasib ro'z aylasin. Salomat bo'ling otajon. Salomat bo'ling. Yurtimiz tinch bo'lib, doim yurtimiz. Ilohim. Kunlarga, shu tabriklarga, yaxshi kunlarga, bayramlarga tabriklar, omon bo'ling. Rahmat. Boringizga shukrlar bo'lsin. Salomat bo'ling. Salomat. Siz men uchun eng yaxshi inson. Buni har kun aytaman dada. Borligingiz o'zi baxtligim. Sezdim qaytadan dada. Og'rib qolsam devorni mushlab, ko'zingizda yoshingiz ushlab, yugurdingiz davolar istab, duo so'rab hammadan dada, shifo so'rab Allohdan
osmonim, mevali bog'im dadam, ey dadajonim. Dard ko'rmang, ko'rmang